أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Husayn al-Quduri rahimahulloh yozgan Muxtasarul Quduri nomli bu fiqh kitobining Kitabul Hajr degan bölümüge keldik. Endi oldi bilan biz bu hajr deganni hajr degan bilan tanishib o'taylik. Hajr deganning lug'atdagi ma'nosi bo'lsa mana degan bo'ladi. Al-hajru al-man'u, ya'ni bir narsani to'sish, cheklash degan bo'ladi. Lekin bu fuqahalarning istilohida maxsus bir cheklashga ishlatildi. Maxsus bir boshqa umumiy shakldagi bir cheklash emas, balki alohida maxsus bir narsaga cheklanish. U bo'lsa, ya'ni mol mulkdagi tasarrufotni cheklash. Bir odamning mol mulkidagi xohlagancha tasarruf qilishidan cheklanishi deb ataladi, al-hajr deb ataladi. Endi bu hajr ikki turlik bo'ladi. Biri o'zining haqqi uchun insonga cheklama qo'yish. Insonning o'zining haqqi uchun buniki pul malini cheklab qo'yish, ya'ni to'ng'itib qo'yish. Hozirgi tilimizda to'ng'itib qo'yish deymiz endi. Masalan, bank hisobi bo'lsa, odamning bank karti bo'lsa, omonatkor shu omonatkortagi pulni to'xtatib qo'yganni nima deydi? Hajr deydi. Endi xuddi shuningdek bu omonatkor so'zini nima so'zim, buni muomalatini, ya'ni buniki mol mulkini ololmaydigan, sotilmaydigan qilib to'xtatib qo'yish, to'xtatib qo'yish. Hajr deb ataladi. Mana bu hajr insonniki ba'zida o'zining haqqi uchun bo'ladi. Ba'zida o'zining g'ayrining haqqi uchun bo'ladi. Ba'zida o'ziniki mol mulkini ololmaydigan, sotilmaydigan. Ba'zida o'ziniki g'ayri, o'zi uchun degani, ya'ni bu olsa satsa o'ziga ziyon bo'ladi ba'zida. Ba'zida o'zining g'ayri uchun buniki huquqini to'xtatib qo'yiladi. Ya'ni agar bu olsa satsa o'zining g'ayriga ziyon bo'ladi. Asasa o'zining g'ayriga ziyon bo'ladi. Mana shuni deb ataladi ekan, al-hajr deb ataladi. Xo'sh, endi biz shu hajrni tunishib o'tgan bu hajrimizni, ya'ni pul moldagi tasarrufni ma'lum sabablar tufayli nima qo'yish, cheklab qo'yish, to'xtatib qo'yish, muzlatib qo'yish deymiz. To'nglatib qo'yish. Endi Muşu sebepler qancha sebep desanglar 3 sebep bo'ladi. Ya'ni bir odamning pul malidagi tasarruf huquqini tasarruf qilish, ya'ni xohlagancha elish, xohlagancha setish huquqini to'nglatib qo'ydigan, to'xtatib qo'ydigan sebep 3 tane sebep bor. Bu sebep boshqasi al-asbabul mujibatu lil hajri salasatun. Ya'ni pul molni to'nglatib qo'yishni vojib qiladigan sebepler salasatun, 3 tur. Bo'lsa as-sigar, birincisi kichiklik. Ya'ni balog'atga yetmagan bo'lish. Ikkinchisi ar-riqqu, qulluq. Ya'ni ozod bo'lmaslik. Uchinchisi jununu, sarang bo'lish. Ya'ni aqli bor bo'lmaslik, aqli sog'lom bo'lmaslik. Mana bu shu 3 tane sabab insonniki pul melidagi xohlagancha elish, setish huquqini, tasarruf qilish huquqini, ya mudbirish, ozod qilish degandek huquqini nima qiladi? Cheklab qo'yadi. Endi vala yajuzu tasarrufus sag'iri illa bi izni valihi. Endi kichikning endi bizga nima qilib qo'yadi? Tafsili bayon qilib qo'yadi. Unda o'g'andiki vala yajuzu. Kichikniki, ya'ni kichik balog'atga yetmagan kichik bolaning tasarruf qilishi illa bi izni valihi. Faqat o'zining valisining izni bilan joiz bo'ladi. Endi bu yerdagi sag'ir ikki xil bo'ladi. Bir sag'ir eşimini aqqan payqatanmaydigan, sodini bay'niki salib shironing jalib ekanligini bilmaydigan. Bir narsani satsa yo'qolib ketadiganligini, bir narsani olsa keladiganligini, yo'qolib ketadiganligini bilmaydigan kichik bola bo'lsa, masalan talladi kuniga kelib 2 riyallik kampit oldi mesela. 2 riyal kampit olib, ülkenin kampitni apulab dükançı ama 2 riyal bilen de pulun 2 riyal ne varsa abad yığlaşma başlaydı. Dindab bu pulun ne oldu dedi. Neymiş yığılaydı o? Çünkü o soğudanın kanuniyetini çözmegen.
Bunda derecede kichik bola bo'lsa, buniki mutlaq holatda nima? Buni elishi kuchli emas, setishi kuchli emas, hatto xo'jayinning izni bersin baka. Ammo asa pul berish kerakligini, ondan sotganda molni berish kerakligini biladigan, bunda holatdagi oqqarni farq qiladigan kichik bola bo'lsa, buniki nimaga bog'liq? Mavquf bo'ladi, ya'ni xo'jayiniga. Xo'jayinning ruxsat qiladi, xo'jayin emas, velisiga. Ya dadasi, aksi masalan, onasi degani. Velisi izni bersa, kuchliga bo'ladi. Velisi izni bersa, kuchliga bo'lmaydi. Vala tasarruf vala tasarruful abdi illa bi izni sayyidihi va vala yecuz degan bo'ldi. Ya'ni qulning tasarrufi, qulning mol mulkidagi tasarrufati faqat o'zining xo'jayinining izni bilan joiz bo'ladi. Qul mol mulki bo'lsa, tasarruf qilsa, qulning mol mulki qachon qul olsa bir narsani, qul bir narsa olgan bo'lsa, qul bir narsa sotgan bo'lsa, xo'jayini izni bersa ola oladi, xo'jayini izni bermasa tutmaydi. Hattoki nikohdan istinadi. Qul hatto xo'jayini ruxsat qilmasa nikohlanmaydi ham. Xotin ham olmaydi, erga ham teganmaydi. O'shammasi xo'jayinning izni bilan bo'ladi. Demak, o'shammasi nima? Hajr deb ataladi. Qullarga nisbatan qullarniki mulkidagi. Chunki qulning o'zi ham mulk. Mol mulkdagi, insonning mol mulkidagi mol mulkidagi tasarruf huquqini ma'lum sabablar bilan cheklash degan bu shu. Va la yajuzu tasarruful majnunil maghlubi ala aqlihi bi halin. Endi aqliga saranlıqı g'olib bo'lgan sarangning hech bir holatda tasarruf qilishi, mol mulkida tasarruf qilishi nima bo'lmaydi, joiz bo'lmaydi. Hech bir holatda. Qo'yi buni xo'jayinisi yoki velisi izni bersin, qo'yi izni bermasin, hech bir holatda, hech qanday bir holatda buniki elib setishi, qul ozod qilishi yoki sadaqat qilishi hech kimisi kuchli emas, inovatsiz hammasi. Endi va man ba'a min haula shay'in, kimki mana shu yuqori qiladin kima, ya'ni o'zi kichik bola, balog'at yetmagan yoki qul yoki sarang, ulardan birisi bir narsani sotsa, avishtarahu yoki bir narsani sotib olsa, va huwa yaqilul bay'a va yaqsiduhu va man ba'a min haula shay'an avishtarahu, ya'ni yuqori qilaga demakchi, yuqorqi qulga, kichik bolaga yoki sarangga bir odam bir narsani sotsa yoki undan bir narsani sotib olsa, va huwa yaqilul bay'a, halbuki u yuqorqi masalan qul olamdi, kichik bola olamdi, sarang olamdi, yaqil bay' savdoni tushunadi ekan. Ya'ni nima setish degan nima, elish degan nima. Sotgan odam molni berish kerak, olgan odam pulni berish kerak deganni tushunadigan odam kim bo'lsa, va yaqsiduhu degan gap va savdoni maqsad qiladigan. Ham qalbida maqsad qilib iroda qilib so'ya sotqisi bor. Uni kelidin ham uniki foyda ziyanni tushunadi. Bunda savdoni tushunadigan odam bo'lsa, fal valiyu bil xiyar. Vali ixtiyor bilan bo'ladi. Insha'a ajazahu. Agar xolisa, unga ijozat beradi. Ida kana fihi maslaha, ya'ni bu savdoda agar manfaat bo'lsa. Va insha'a fasaha, agar xolisa bu savdoni buzadi. Men yuqori degandek, demak kichik bola ham ikki xilga bo'lingan. Biri qat'iy savdoni tushunmaydigan kichik bola. Buniki qilgan savdosi hech bir holatini bo'lmaydi, joiz bo'lmaydi. Ammo savdoni tushunadigan kichik bola bo'lsa, bu mavquf holatda joiz bo'ladi. Ya'ni xo'jayinisi yoki egisi ruxsat bersa bo'ladi yoki bo'lmaydi. Xo'sh. Va hadhihi al-ma'ani ath-thalathatu tujibu al-hajra fi al-aqwali dun al-af'al. Endi bu 3 ma'na. Ma'na degan gap masdar degan gap emas, masdar. Masdar degan gap ma'na degan gap. Masalan, sifatil ma'ani deydi. Aqida bilan sifatil ma'ani degan Alloh taolaning qudra, ilm, sam', basar degan sifatlarni nima deydi? Sifatil ma'ani deydi masalan. Nimishqa bu o'z oldiga bir ma'nini bildirdi. O'z oldiga bir ma'nini bildirdi, lekin zamonni bildirmaydi. Faqat ma'nini bildiradigan so'zlar. Xuddi shu so'zlarning shu ma'ni bildirgan so'z degan masdar degan gap. Ya'ni aqida bilimida ma'na deb qo'ydi. Lug'atda nima deydi? Masdar. Yani ve hadihil maani thalath, 3 xil ma'no qasmaslar. O birinchi nima? As-sigar. Ikkinchisi arriq, uchinchisi junun. Yani kichik bo'lish, qul bo'lish, sarang bo'lish, aqli bo'lmaslik degan. Bu 3 ma'no
tucibul hacra fil aqval. Yani sözlerde bo'lgan hajrni vacib qiladi. Sözdeki hacrni degan sözdeki cheklashni, og'zaki cheklash. Dunal af'al sharkatga emas. Buni degan gap yadini gap chiqilsaga, demak hajr ba'zida hajr qavli, ba'zida hajr fi'l deb ikkiga bo'linadigan gap. Demak, uch ma'no, balniki kichik bo'lishi yoki bu balniki bo'lishi, yoki buniki qul bo'lishi yoki sarang bo'lishining o'zi faqat eg'izidagi mol mulkining tasarrufiga oid bo'lgan. Og'zaki eg'iz bilan mol mulkini tasarruf qilishga ishga bo'lgan ishlarga aloqador. Fi'l ham sharkatga emas. Ya'ni masalan, bu bilasini oldim desa, kuchliga bo'lmaydi. Sotdim desa, shu xil odam kuchliga bo'lmaydi. Azod qilib etdim desa, kuchliga bo'lmaydi. Oldim desa, nikahto, nikohimga oldim desa, kuchliga bo'lmaydi. Men nima qilyaptim? Mutqi bilib etdim, vahabtu desa, kuchliga bo'lmaydi. Hammasi og'izda gap bilan aloqasi bor gaplarga. Ammo shu kichik bola yoki sarang yoki quldan birisi bir odamni o'ltirib qo'ygan bo'lsa, yo bir narsa o'g'li olgan bo'lsa, yo bir narsa o'tirib o'tgan bo'lsa, buni tulam kiliyi beradi. Tulam kiliyi beradi. Bu tulamni ya uning valisi to'laydi, yo xo'jayini to'laydi, yo shuni o'zi to'laydi chiqib. Demak, tulam vojib bo'ladi. Bu kichik bola ekan, buni gapi gap emas ekan. Bu bir narsa o'tirib olsa, tulam kelmaydi qo'shiq. Ya'ni tulam kim kiradi? Xo'jayiniga yoki shuniki valisi kiradi. Nima demoqchi men? Yani ve hadil ma'ni salasatu tujibul hajra. Bu üç xil ma'na eg'izdiki, og'zaki cheklashni vojib qiladi. Ammo dunal af'al sharkatga emas. Ya'ni malgi fa'i tafri' deb atadi yoki fa'i tafsir desamiz. Ya'ni deb aytamiz. Ya'ni sabi kichik bola vel majnun degan sarang la tasihu uquduhuma. Bu ikkisini qilgan savdosi durust bo'lmaydi. Va la iqraruhuma. Bu ikkisiniki qilgan iqrori ham nima durust bo'lmaydi. Ya'ni mesela palanının benim geldiğimde minkoy qarzi var desem o yana nimasi yo'q. Bu küçük emas. Vala yaqav talaquhuma. Yani bu ikisi eğer talaq qilsa, eğer bu ikisi ayolini talaq qilsa mı kichik bola. Balog'atga yetmagan kichik bola xotinini talaq qilsa, sarang xotin talaq qilsa talaq tushmaydi. Tamam, bu normal gapmi? Bu talaq qilganda talaq tushmaydi. Vala itaquhuma. Bu ikkisiniki qul azod qilishi ham küçük emas. Eğer qul asli qul bo'lsa, qullarni azod qilganimiz küçük emas. Anda olsa bunun işlerini kim kıldı dese bunun işlerini ne mi kıldı? Xo'jayinisiga bo'ldi. Veli bilan xo'jayin vakolatan bijirdi bu ikisini ichida. Nimishqa chunki ularning aqli bo'lmaganligi uchun. Va in atlafa shay'an lazimahuma damanuhu. Endi bu yerda animi tushuntirdim. Dunal af'al deganni tushuntiryapti. Agar bu ikkisi biror narsani buzib etsa, atlafa degan talofatga uchrashsa, lazimahuma damanuhu. Bu ikkisiga bu buzib etgan, halok qilib etgan narsaning to'limi vojib bo'ladi. Va ammal abd, amma qulga kelsak, fa aqwaluhu nafiza. Qulning og'zaki so'zlari hammasi, og'iz so'zlari nafidatun fi haqqi nafsi degan, o'zining haqqida kuchga ega. O'zining haqqida kuchga egadir. Inovatlik degan gap, nafida degan gap inovatlik. Kuchga ega degan, kuchga ega. G'ayru nafidatin fi haqqi mavlah degan o'zining xo'jayinining haqqida kuchga ega emas. Masalan, qul o'ziga men bir narsani oldim, bir narsani sotdim desa kuchga ega. Ammo xo'jayinning narsasini oldim, sotdim desa kuchga ega emas. Agar xo'jayinning manfaatiga taqishadigan ishda oldim, sotdim desa endi kuchga ega emas. Yani fa in aqarra masalan, agar u bimalin lazimahu ba'da al-hurriyya. Fa in aqarra agar mening gadimda 1000 riyal qarz bor, palanning qarzi bor deb iqror qilsa, lazimahu ba'da al-hurriyya, u ozodlab bo'lgandan keyin gadinga vojib bo'ladi. Iqrosi u ozod bo'lib bo'lgandan keyin gadinga to'lash vojib bo'ladi. Qulli holatda vojib bo'lmaydi. Va lam yalzamu fil hal, yani shu holatda vojib bo'lmaydi. Va in aqarra bi haddin, amda agar u masalan had jazo, men bir o'g'irlik qilib soldim degandek masalan, av qisos yoki palanni o'tirib soldim degandek qisosni iqror qilsa, lazimahu fil hal, uni darhol lozim keladi. Chunki qisos, had jazo degan kimning haqida? Qulning haqida. Ammo pul qarz to'lash degan kimning haqida bo'ladi? Bu agar to'lasmi to'lam kelgan joyda to'lam xo'jayinga keladi. Chunki xo'jayin haqida bo'lgan ish kuchga ega emas qulning. Ammo o'zining haqida bo'lgan kuchga ega.
Ve yenfudu talaquhu. Ve oniki kulning talaqi kuchga ega bo'ladi, inovatlik. Agar qul ayolini talaq qilgan bo'lsa, uning talaqi kuchga ega. Demak, bu uchaylarniki orasidagi inchik farq o'shamda. Qo'l, kichik bola sarangning orasidagi farqlar shu farqlar. Xo'sh. Endi bu masala bo'lsa al-hajru ala-safih. Nadan adamninki melini to'ng'itib qo'yish. Nadan adamning pul molidagi, mol mulkidagi tasarruf qilish huquqini nima cheklab qo'yish degan masala. Endi safih bilan jinni, majnunniki farqi bor. Tushundingmi? Majnun deganning sarang, ya'ni jin chalishib qolgan yoki nima sarang, elishib qolgan odam. Onda kimini selo'tmadan, kimini selo'tmaydi. Endi qat'iy aqli yo'q adam. O'tdiz. Aqli yo'q degan gap. Ya'ni sarang deymiz. Endi bu safih degan joy nadan degan gap. Aqli bo'shlaydigan. Falfat adam. Ya'ni u kimini selo'tmaydi, joyida tamoq yeydi, oshdan yeydi, xudun oladi, lekin aqli bo'sh ishlaydi. Qallisi bo'sh ishlaydi. Aslida bilasini olsa qiymat deb soladigan. Satsa azon setib soladigan. Pul molni buzib o'tadigan, oldiga qolmay xajib o'tadigan. Ya'ni qallisini turimiz yo'q. Qallisi bo'sh ishlaydigan, nima deymiz buni? Kalva döt, hamakat desek bo'ladi endi. Hamakat adamlarniki pul molni to'ng'itib qo'yish masalasi. Buni qanday qilamiz desa? Va qala Abu Hanifa imamul azam Abu Hanifa rahimahulloh radhiyallohu anhu va ardah mundaq dedi. La yuhjaru ala safihi iza kana balighan aqilan hurra. Ya'ni safih nadan odam qachonki u balog'atga yetgan, aqli bor, ozod bo'lsa, buniki mol mulki to'ng'itib qo'yilmaydi. Va tasarrufu fi malihi jaiz. Buning mol mulkidagi tasarrufati joizdir. Tasarruf qilishi joizdir. Va in kana mubazziran mufsidan yutlifu malahu fi ma la gharada lahu fihi va la maslaha. Agarchanda u mubazzir isrofxo'r bo'lsa-mu, mufsid degan buzg'unchi bo'lsa-mu, o'zining milini hech qanday bir g'araz yo'q va hech qanday bir foyda manfaati bo'lmagan ishlarga buzib chachadigan, buzg'unchi bo'lgan taqdirdimi, buning milini o'zi balog'atga yetganlar bo'ladi ekan, qallisida aqli bolam bo'ladi ekan, ya'ni bunda sarang emas, elishib qolgan emas, aqli bolam bo'ladi ekan, qul emas, ozodlan bo'ladi ekan, buning pul milini to'ng'itib qo'yishga bo'lmaydi. İlla ennehu qal, juda dedi İmam Abu Hanife rahimahullah. Fakat bu gapiga bu istidrakni qistirib qo'ydi. İlla ennehu qal. Biroq İmam Azam Abu Hanife mundaq dedi. İza balagal gulamu masalan. Agar g'ulam, kichik bola g'ayra rashid degan gap, ya'ni safih degan gap. G'ayra rashid degan nima safih? Tushundingmi? Rashid degan nima safihning qarshi-qarshisi. Nadan hamakat qallis ishlaydigan degan nima safih. Rashid degan cho'q qallis ishlaydigan, aqlli degan cho'q rashid. Qallis ishlaydigan, oqqarni farq etadigan, foyda ziyonni farq etadigan degan nima rashid. Foyda ziyonni farq etmaydigan degan cho'q safih. Tushundingmi? Ya'ni g'ayr rashid degan gap, ya'ni safih, ya'ni shu hamakat holatda balog'atga yetgan bo'lsa, kichik bola. Lam yusallam ilayhi maluhu, uning mali toki 25 yoshga kirmaguncha mali unga topshirilmaydi. Toki 25 yoshga kirmaguncha uning mali unga topshirilmaydi deydi Imom Azam Abu Hanifa. Ya'ni, ma 5 suratdan ma'suratning nima farqi bor desanglar? 5tiki suratda kichik chig'idan tortib hamakat bola, kichik chig'idan tortib hamakat. Al balog'atga yetibmi aqli kamidi. Ma balog'a 25 yoshga keldi meni bilamiz. Ammo kichik chig'da aqlliq, kichik chig'da xushab bola. Lekin balog'atga yetib bo'lgandan keyin yoki tam qallis men tushdimmi? Ya'ni kisalab qoldim, dunyosini yeb, dodlab qoldim, hamaqatlab qolibdi. Hamaqatlab qolgan bo'lsa, buning meni to'ng'itib qo'yilmaydi. Ammo to'ng'itib qo'yish bilan meni bermaslik degan boshqa. Ya'ni buning velisi ma'u kichik chig'idan tortib, ya'ni hamaqatlikdan o'shalmay 25 yoshga yetib bo'lgan bolaniki melini egisi tutib turadi, uni bermaydi. 25 yoshga kelgandan keyin nim bo'lsa qo'liga topshirib beriladi. Endi fa in tasarrafa fihi qabla zalika nafada tasarrufuhu. Ya'ni endi ma'uatu haj to'ng'itib qo'yish bilan melini velisi qo'lda tutib turishniki farqi nima desanglar? Farqi fa in tasarrafa fihi qabla zalika 25 yoshga kirishdan burun
bu aqli hamoqat bola agar pul molda bir tasarruf ilib olsa, sotsa yoki olsa masalan, nafada tasarrufuhu. Buniki tasarruf qilishi kuchliga, inovatlik. Fayda balagha 25 sana. Agar bu 25 yoshga yetsa, sullima ilayhi malu, uning quliga uning mol dunyosini topshiriladi. Ve illam yu'nas minhu rushd. Agarchi uningdan bir oqqarni farq etish, foyda ziyanni farq etish ko'rolmasimi? Ya'ni hamoqatlikning aksi bo'lgan nima? Aqli borlik, aqlliqlik. Oqqarni farq etish, foyda ziyanni farq etish uningdan ko'rolmasimi? 25 yoshga kirgan hamon uniki meli uning qo'liga topshiriladi. Demak, ilgirki farqni tushundingmi? İlgirkide nimasi xo'jayinning izniga bog'liq edi. İlgirki suratda qo'l kichik bola sarangdagi afsilgan narsa xo'jayinniki nimasiga mavquf qarshi edi. Ammo bu hamoqat bolaning agar olsa kuchliga, satsa kuchliga, lekin valisining qo'lida turadi pulmedi. 25 yoshga kelganda pul bilib beradigan gap bu. Mao kimning vazibi? Hazrati İmam Azam Abu Hanifa rahimahullah'ın mazhabi. Amde ve kâle Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahullah'lar dediler ki yuhcaru ala sefihi ve yumna'u min et-tasarrufi fi malihi. Sefihga, yani hamakat adamniki pul meli to'nglatib qo'yiladi. Ve yumna'u min et-tasarrufi fi malihi, mal mülkide tasarruf qilishdan cheklanadi. Fa in ba'a lam yanfud bay'uhu, agar u satsa uniki satgan narsasi kuchga ega emas. Fa in kana fihi maslahatun ajazahu al-hakim, agar bu bir narsa satgan bo'lsa, satgan narsada agar foyda manfaat bo'lsa, hokim buni ijozat beradi. Ve in a'taqa 'abdan nafadaytu, agar qul azat qilsa, buni azatgan qo'li kuchga ega. Ve kana 'ala al-'abdi an yas'a fi qimati, amma ve kana 'ala al-'abdi, yani amma mushu hamoqat odam azat qilayotgan qulning gadiniga an yas'a fi qimati, o'zining qiymatini ishlab pul topib o'ziniki qiymatini tulash uchun sa'iy kuch qilishi vojib bo'ladi. Tushundingmi? Hamoqat odam, aqli to'liq bo'lmagan odam azat qilayotgan qul qanday qilish kerak? U ishlab azat bo'ladi, ammo ishlab o'zining pulini, o'ziniki qiymatining pulisini shu balag'ini qilib berish kerak, topshirib berishi kerak, vojib bo'ladi. Ve in tazawwaja imra'atan jaza nikahuhu. Agar u biror ayolni nikohiga olsa, yani hamoqat odam, ya'ni foyda ziyonni farq etmaydigan, oqqani farq etmaydigan, lekin o'zi kichik bola emas, qul emas, sarang emas bo'lgan odam agar xotin olsa, uning nikohi joiz bo'ladi. Fa in sammalaha mahran, agar ayol kishiga to'yloqni atsa, masalan 10 ming qo'y to'yloq beraman deb atgan bo'lsa, jaza minhu miqdarun mahr misliha. Mushu 10 ming qo'y deb atgan to'yloqdan faqat shu ayolning mahr mislisining miqdori joiz. Mahr mislisi degan gap, ya'ni bir ayol kishi, shunga o'xshagan ayol kishi, masalan, shunga o'xshagan ayol kishi 10 ming riyalga tekkan bo'lsa, 10 ming riyal joiz. Agar 20 ming riyal tekkan bo'lsa, 20 ming riyal joiz. Agar 5 ming riyal tekkan bo'lsa, 5 ming riyal, ya'ni mahr misli. Shunga o'xshagan tangtush ota-onasi yurtdagi imtiyozi o'xshash yosh jihatdagi, shu shaklda o'xshash jihatdagi ayollar necha pul tekkan bo'lsa, shu mahr misl vojib bo'ladi. Undan ziyodasi yoki kemi nima qiladi? Ziyodasi qaytariladi, kem bo'lsa to'liq qilinadi. Va batalal fadlu, ortiqi bekachi bo'ladi agar ortiq topsan bo'lsa. Va qala fi man balagha ghayra rashid. Bu ikkilan balog'atga yetmagan, ya'ni va qala fi man balagha ghayra rashid. Rashid bo'lmagan holda, ya'ni oqqanini farq etmaydigan, foyda ziyonni farq etmaydigan holda, ya'ni safih holatda, ya'ni hamoqat holatda balog'atga yetgan bu bola haqida dediki, la yudfa'u ilayhi maluhu. Unga buning meli berilmaydi. Abad uning meli berilmaydi. 25 yoshgacha emas. Abad berilmaydi. Hatta yunasa minhu rushd. Undan taki oqqarni farq etish, foyda ziyonni farq etish undan ko'rilguncha. Yani bunun hamoqatlik yo'qolguncha. Ve la yajuzu tasarrufuhu fihi. Uning bu mal mulkidagi tasarrufati joiz bo'lmaydi. Endi qaraydigan bo'lsangiz, qo'yib 179da. 179da Qasim bin Qutbulug' nima deydi ma'dazi? Qawluhu ve qala Abu Hanifa la yuhjaru ala safir degan qavlida ve atamada
İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kavlini El-Mehbubi ve Sedrus Şeri'a ve Nesefi ve gayruhum ve uladın başkaları hemmesi itimat işencelik dedi. Şunu olan işencelik dediğin gibi yani Sedrus Şeri'a, Mehbubi ve İmam-ı Nesefi'ler hemmesi ama meselede kimin kavlini tuttu? İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimahullah'ın kavliyle fetva verip şu kavlini tuttu. Emdi ve kâlel kâdi fi kitabil hitan'da ve indehuma yecuzul hacru alel hurri vel fetva ala kavlihuma dedi. Kâdi kitabul hitan'da İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in karşıda azatlığı mal mülkün toğuntup koy caiz buludu. Dedi fetva müşkülenin kavliyle doğru değil. Kultu dedim de ki Kasım bin Kutulbuğa dedi ki ve hâzâ huve tesrihun. Bana bu uçuk bayan kılıçtır. Ve huve akva minel iltizam. Ma bu tesrih iltizamdan küçüklerdir vallahu alem değil. Ve kultu ve yani deymen ki ve fi kitabil hitan. Kitab-ül Hitan'da inne hâzâ ihtiyâru Ebu Bekir Havarizmi. Ebu Bekir Havarizmi'nin ihtiyarı bu. Fi tilkel mes'eleti lil meslaha. Şu meseledeki meslahat içindeydi. Vallahu alem. Demek Kasım bin Kutulbuğa'nın nedeydi o? Bu meselede fetva İmameyn'in kavliga. İmam Muhammed ile Ebu Süleyman'ın kavliga deydi. Emniyette Ukud Resmül Mufti den kitaptı mı? Fetva kaidesi kitabı da ibadet meselelerinde fetva İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kavli buldu diyor. Kazi, hüküm, kada meselesi de Ebu Yusuf Rahimahullah'ın ki göz karşı vücubu bulundu diyor fetva. Kalan meselelerde İmam Ebu Muhammed, muamelat meselelerde İmam Muhammed'in ki göz karşı vücubu bulundu diyor. Peki bu benim de köp sallık yani. Hemen üç yapılmaydı. Emdi hoş. Emdi ahir kımasında olsa nefakatu min mali sefih. Yani hamakat adamın pul meleden çıkım kılış diye mesela. Ve tuhracu zekatu min mali sefih. Bu hamakat adamın meleden zakat çıkarıldı. Yani velisi ya ki şundaki vekili, pulmanın vekili ne kıldı? Pul meleden haliyle nisabı gayetken bu zakat ne? Vacip olan zakat ne çıkarıldı. Ve yunfaku minhu ala evladihi. Ama kadar adamın evlatları, balvaqlarına ve ayalığa muşum maldan ne kılındı? Çıkım kılındı. Ve men tecibu nefakatuhu aleyhi min zevi erhami ve unutqaların içinden bunun geldiğinde bunun çıkımını kıpırış vacip olan aciz yorulukları bolsa şununki mal mülkinin çıkım kıpırış vacip oldu. Fe in erade haccetel İslam. Ama eğer bu İslam haccisini radık kalsa yani hamakat paydızyanı perktenmeydiğin adam İslam həcisindən gəlmir, fərz həcisindən gəlmir. Bunu gəldiğin ki, fərz olan fərz həcini ada qılmaqçı bolsa, lem yumna' minha. Onundan çəkilməydi. Onundan tusalmaydı yəni. Yaxşı çıxmayısız deyilməydi. Velakin bırak la yusallimul qadi en nafaqata. Bırak qadi bunu ki həcci getirdiğin çıxımını, resmiyetlerini, çıxım pullarını onun quluğu verməydi. Ve yusallimuha. Bunu ki çıxımını bolsa ila thiqatin minel hacci. Yunfikuha aleyhi fi tariqil hac. Hac yolunda bununla çıkım kıpırdıgan, hacdap birdigan işencelik bir hacıga biladi. Onu ki bu pullarını. Fe in marida amda. Eğer bunda hamakat adam kisalap kalsa ve evsa bi vasaya fil kurab ve taat, kurab yani taat ibadet işlerine vesiyet bilen vesiyet kılsa ve abvabil hayır yaxşılık ulullarına mescid seriştek, kuduk kalap koyuştek yaxşı işlerine vesiyet kılsa caza zalike fi thuluthi malihi. Onun ki kanı vesiyeti onun melinin 3'ten 1'de küçük bulunur. 3'ten 1'de caiz bulduğu gibi küçük bulunur. 3'ten eğer pulmalarının hemmeni sadaqat kılatkan takdirde mi? Onun fakat melininki mesela bununki 100 bin koy pulu soğan olsa hemmeni sadaqat kılatın dese bununki 33 bin koy, 33 bin 333 koy. Pulusunu sadaqat bildiğin gibi kalan pulusçu miras koylağa ya ki qarzdalağa kalıdı deydi. Şunu olan bugünkü dersimiz inşallah akılaştı. Ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala khayri halqi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.